Dasturimiz davom etar ekan, jahon aholisining ham e'tiboriga tushgan va kattagina qiziqishlarga sabab bo'lgan o'zbek hunarmandchiligining aslida turlari ko'p va ularning paydo bo'lishi uzoq tarixga borib taqaladi. Eng qadimiysi bu temirchilik. U paleolit davrida yuzaga kelgani haqida o'qiganmiz. Va birinchi keskin qurol toshdan yasalgan. Temir pichoqlar haqidagi dastlabki ma'lumotlar qadimiy Yunon epik shoirlari Gomer va Gesiod asarlarida uchraydi. Biz sizga hozir paleolit davri aks etgan kadrlarni ko'rsata olmaymiz, lekin temirchilik bilan professional darajada shug'ullanayotgan Qizlarxon Toshpo'latova haqidagi reportajni taqdim etamiz. Marhamat. Mana shu temir eshikni ayol kishi yasagan desam aniq ishonmaysiz. Ammo bu rost, bunga guvohmiz. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Bo'ston mahallasida yashovchi Qizlarxon opa Toshpo'latova 8 yildan beri temirchilik kasbi bilan shug'ullanib keladi va bugunga kelib katta tadbirkorga aylangan. Davlat mukofotiga ham yaqindagina sazovor bo'ldi, shuhrat medali. Siz ko'rib turgan mana bu temir va temir mahsulotlarining 40 ga yaqin turini ayol boshi bilan oilaviy birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va faoliyati davom etmoqda. Ushbu reportaj davomida biz bu haqida so'z yuritamiz. Odamlar aytishi mumkin, senga boshqa kasb qurganman deb, lekin bu menga muhim emas. Menga yaratayotgan mahsulotim muhim. Men shu faoliyatimdan va hayotimdan mamnunman. Mening shu o'zi yetadi. O'zimni kasbimni sevaman. 4 ta farzandim yonimda, turmush o'rtog'im yonimda. Birga ishlaymiz, hammamiz oilaviy bo'lib. Yana nima kerak menga? Shu oilaviy baxt mana shunda-da. Ochig'i bir qarashda shu og'ir metall uskunani ayol kishi ishlatayotgani kishini hayratga soladi. Chunki bunday manzaraga ha deganda duch kelavermaymiz. Turmush o'rtog'im shu kichik sex ochdi. O'shanda men oshpazlik qilib boshladim. Qarasam qiziq ishga o'xshab tuyuldi. Asosda bitta narsani o'rgatdi. Bunday qilsang mana bunday bo'ladi, mana bunday qilib kessang mana bunday bo'ladi. Oshpazlikni yig'ishtirib qo'ydimda, svarkachilikka o'tib ketdim. Asta-asta bitta narsani yasab ko'tardim. Keyin yana kattaroq narsani yasab ko'tardim. Endi noldan yasashning o'zi bo'lmaydi-da, albatta. O'shani yasab egasiga topshirgandan keyingi hayajon, bir xursandchilik boshqacha bo'lar ekan. Sabr, qanoat, mehnat, eng muhimi maqsaddan og'ishmaslik. Qizlarxon opa ana shu g'oyalar asosida o'z kasbini sevib, yillar davomida mehnat qilib kelyapti. Xalqqa xizmat qilishni eng birinchi vazifalardan deb biladi. Shuning uchun ham bugunga kelib uning qilgan mehnatlari e'tibor topdi. Tadbirkorga Shuhrat medali davlat mukofoti topshirildi. Medalni taqqandan keyin his qildim bu narsani. İçimden yig'lay desam, jamoat joy, yig'lamay desam, bir narsa ko'tarib kelyapti. Oxir yig'lavardim. Prezidentimizning bizga o'xshagan ayollarni shunday yuzaga chiqarib, e'tibor qilib, bu gapirib so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan narsada. Bu darajaga yetguncha ancha mashaqqat chekdik albatta. Juda qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdik. Ishlashning ham o'zi bo'lmaydi, oson non topishning ham o'zi bo'lmaydi. Hunarli inson hech qachon xor bo'lmaydi. Bolgarkani olib berib tur, buni olib berib tur, buni olib berib tursam olib berib turardi. Ular qiziqar edi-da, menga bering, men ham svarka qilayin. Men ham o'rgandim, o'zi o'rganib, o'zi qiziqib ketgan. Ishlashini ko'rib, bolalarim ham qiziqib, bolalarim ham svarka seqib ishga kirib olgan. Ikkita bolam ham ayasiga yordam berardi. Bu davlatimiz mukofoti bergani, bu oilamizning mukofoti, farzandlarimning. Nozik barmoqlarini o'ta pishiq va mustahkam temirga qarshi ishlatish uchun qanchalik matonat kerak, buni biz bila olmaymiz. Bitta narsani aniq aytishimiz mumkinki, qahramonimiz o'z ishining ustasiga aylangan. Qizlarxon opaning ko'ngli, yuragi, qalbi nozik bo'lishi mumkin, ammo nigohi o'tkir. Irodasi esa haqiqatdan ham temir. Ha, mehnat qilgan har yerda qadr topadi deb shunga aytishsa kerak. Sevimli rafiqa, mehribon ona, uddaburon tadbirkorga havas qilsak arziydi.